Endi bu yerga men shogirdlarim bilan kelib turibman. Farishtaboni Yo'ldosheva qizim ana shu yil juda ham katta yutuqlarga erishdi. Buni sababi mana shu kutubxonamizda kitob sevarlar klubi bor. Klubga oyda bir marta, oyda 15-sanasida kelib shogirdlarim bilan birgalikda o'sha ishxonalik ijodkorlar bilan birga uchrashiladi, taassurotlar almashiniladi, she'rlarni bir-birlarimizga she'rlar, o'zimiz yozgan asarlardan namunalar o'qilinib, bir yaxshi bir taassurot olinadi-da. Men kitobsevarlar guruhiga a'zo bo'lganimdan juda ham xursandman. Mening So'z oynakli ko'ngilzorim nomli she'riy to'plamim chop etilgan va yaqinda ikkinchi va uchinchi kitoblarim ham chiqyapti. Mana shu festivalimiz qatnashchilariga bariga omad tilab qolaman. Ajoyib festivalimiz chiroyli yakun bo'lib nasib bo'lsa, kelajakda boshqa tumanlarda ham mana shunday festivallar bo'lib o'tishini tilakdoshiman. Men o'zim ustoz sifatida mana shogirdlarimday yana ham ko'plab shogirdlarim bor. Ularning baxtini, kamolini ko'rib yurish hammamizga ustozlarga nasib qilsin.